Malakat kelin. Ha, xotin tayvoni qatta olding. Anu maqola eshitganmisiz? Qashini. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Eshitganmi? Mana yo'qotdi. Voy! Qo'limni sindirdim, Malakat. Agar mushug'ini bosib olganingizda, o'zim oyog'ingizni urib sindirardim. O'sha olib. Halakat bo'yicha chempionsan, qo'limni ham sindirding. Burring boshiga. Siz emas, boshingizga men uraman. Ya, kelinga qo'l ko'tarmagin. To'miyim, adashib meni emas, tog'am bo'lding. Endi adashmayman. Siz tog'am-a? Telefoningni tez olib qo'limni sindirgansan. Alo. Alo, assalomu alaykum. Zohidga yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yetib oldingizmi? Ha, hali shunaqami? Bashcha. Ay, senga qo'lim ko'rding-a. Xiyonatga jazo shu. Buni sinab sindirding. Mana hozir mashina haydashim kerak. Ikkita qo'li sindirding. Qanaqa deyman? Ha, men haydayman. Trani yo'q. Kiyinib chiqaman, siz zo'r joyga olib boraman. Adasi, bu Chilonzor avtomaktab. Bu yerda boshlang'ich 1,5 million so'm pul to'lab, pravaga bemalol o'qishni boshlasangiz bo'ladi. Qaytganda bu yerda o'qituvchilar hammasi professional, zamonaviy uslublarda o'rgatishadi. Nabodo pravani ola olmasang, ana 1,5 million so'mlik ekspress kursiga mutlaqo bepul. Xullas pravani olguncha o'qitishadi seni. Bunaqa shogird qayerda bor yana? Yanachi joyi ham zo'r. Chilonzor targoviy sentrda o'zida. Oldindan aytib qo'y, xotinim sal palakatroq xitob bo'lib yurasizlar. Charchalik bo'lmasa kerak. Joning menga. Aytdim, palakatdi.